Agar to'xtasa shunday videolar chiqishini istasangiz, videoga like va obuna tugmasini bosishni unutmang va izohlaringizni kommentariyalarga yozishni unutmang. Izohlaringiz biz uchun muhim. Kvinslik bir biznesmen bolaligidan orzu qilib kelgan narsani sotib olish uchun yillar davomida pul yig'ib kelgandi. Bu narxi $20,000 dan sal oshadigan o'ziga xos qo'l soati edi. Biroq qimmatbaho aksessuarni qo'lga olganidan atigi bir necha kun o'tib, u soat korpusining ichida kichkina bir nuqsonni payqadi. Bu kichkina metall burtma edi. U bunday nuqsonni soatni ilk bor sotib olganda mutlaqo ko'rmaganiga amin edi. Axir bu narsa uchun $20,000 to'lagan edi. Agar unda biror muammo bo'lganda, uni birinchi marta qo'lga olgandayoq albatta payqagan bo'lardi. Shunday emasmi? Juma kuni u soatini 5-avindagi rasmiy servis markaziga olib bordi. U yerda u soatni tekshirib, dushanba kuniga qadar uni yangi holatdek qilib qaytarib berishlari kerak edi. Biznesmenning soati ta'mirlanishni kutayotgan yana bir necha yuzta soat bilan birga xavfsiz omborga joylashtirildi. Tez orada uni yuqori malakali mutaxassis ko'rib chiqishi kerak edi. Dastlabki soat keyingi 18 soat davomida mutatsiyaga uchray boshladi. U qiyshaygan shisha va metall tishli g'ildiraklar uyumiga parchalanib ketdi. Uning strelkalari har tomonga otilib chiqdi. Hosil bo'lgan massa ichidan esa 4 ta oyoq va bitta metall ko'z o'sib chiqdi. So'ng bu o'rgimchakka o'xshash jonzot ombordagi boshqa barcha soatlar ustidan yugurib o'ta boshladi. Yana 18 soat ichida ular ham mutatsiyaga uchradi va oqibat butun xona mitti metall jonzotlar bilan tirikdek harakatlana boshladi. Shu paytda esa Site 19 obyektida bir qo'riqchi unga berilgan standart fond to'pponchasini ushlash odatdagidan ancha noqulay bo'lib qolganini sezdi. Balki unda asab bilan bog'liq muammo yoki karpal tunnel sindromi rivojlanayotgandir. Bu kasbda bunday holatda unchalik kam uchramaydi. Ammo yo'q, aslida bu to'pponcha dastasida paydo bo'layotgan g'alati metall burtma edi. U qurol ichida g'ayrioddiy o'zgarish boshlanayotganini mutlaqo bilmas edi va metall burtma ilk bor paydo bo'lganidan 3 kun o'tib, qurol hayratlanarli metamorfozga uchradi. Soatlarga o'xshab to'pponcha ham mutatsiyaga uchradi. Unda 4 ta oyoq va bitta ko'z paydo bo'ldi hamda Site 19 bo'ylab yugurib, tartibsizlik keltirib chiqara boshladi. Qurol tartibsiz ravishda o'q uza boshladi. O'qlar devorlarga urilib, qayta sapchirdi va Dr. Jack Bright hamda Dr. Sophia Light yovvoyilashgan to'pponchani to'xtatishga uringan paytda jarohat olishdi. Qurol 1 daqiqadan ortiq vaqt davomida uzluksiz o'q uza oldi. Shundan keyingina to'xtab, noma'lum usul orqali yangi o'qlarni sintez qila boshladi. Oxir-oqibat qurol qo'lga olindi va SP fond xodimlari uchun faol xavf tug'dirayotgani sababli yo'q qilindi. Shu orada Janubiy Dakotadagi sug'urta kompaniyasi ofisida sug'urta da'volarini tinimsiz yozib o'tirgan ko'plab ofis xodimlaridan biri simsiz klaviaturasining yon tomonida paydo bo'lgan kichkina plastik bo'rtmani deyarli payqamadi. 6 kun davomida deyarli hech qanday g'ayrioddiy hodisa yuz bermadi. Shundan keyingina u to'liq o'zgarishga uchradi. Klaviatura oyoqlari va tugmalardan iborat g'alati mavjudotga aylandi. Uning tanasining yuqori qismida tugmalar, "So'rang, biz javob beramiz" degan so'zlarni hosil qilardi. U ofis bo'ylab kezib yurdi va iloji boricha ko'proq texnologik qurilmalarga tegib o'tishga urinayotgandek tuyulardi. Hayratga tushgan xodimlar shuni aniqlashdiki, agar ushbu mexanik jonzotning tugmalarida istalgan to'liq gap yozilsa, u taxminan 1 soat davomida harakatsiz holatga o'tardi. Bu esa o'sha paytda u yerda bo'lgan barchaning yengil nafas olishiga sabab bo'ldi. Meksikada bir kichkina bolaning endigina sotib olingan gapiruvchi o'yinchoq figurkasining ensa qismida kichkina plastik bo'rtma paydo bo'ldi. Bu hodisa uning umr bo'yi yodidan chiqmaydigan dahshatli xotiraga aylanishga sal qoldi. Bola bunga unchalik e'tibor bermadi. Biroq bo'rtma paydo bo'lganidan 10 kun o'tib o'yinchoq e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan darajada o'zgarishga uchradi. O'yinchoq yorilib ketdi. Uning boshi 4 ta oyoq chiqarib singan tanasi ajralgan holda yugurib ketdi. Kichkina bola buni ko'rishi bilan onasini chaqirdi. O'yinchoqning boshi kutilmagan darajada tezlik bilan unga qarab yugura boshlaganda bola qichqirib yubordi va qochib ketdi. Qandaydir tarzda ko'zlarini ham yo'qotgan bu bosh yanada dahshatli ko'rinishga ega bo'lib, kichkina bolaning ovozida tinmay "Oyi, o'yinchog'imda nimadir noto'g'ri" deb takrorlayverardi. Agar keyinchalik SP fond tomonidan bola va uning onasiga xotirani o'chiruvchi preparatlar berilmaganda, bu g'ayrioddiy hodisa ularni umr bo'yi ruhiy jarohat bilan qoldirishi mumkin edi. Aydahoda yolg'iz yashovchi keksa bir ayol televizorda g'alati narsa sodir bo'layotganini payqadi. Uning yuqori qismida qiyshaygan shishib chiqqan plastik bo'lak hosil bo'la boshlagandi. U televizorni sozlashga o'g'lini chaqirib, televizorni ko'rsatishni o'yladi, ammo hayoti tez-tez bo'ladigandek bu masala uning yodidan chiqib ketdi va 2 hafta davomida u bunga umuman e'tibor bermadi. Bu esa katta xato bo'lib chiqdi. Aslida esa hech qaysi televizor ustasi ham bu holatda yordam bera olmasdi. Televizordan 4 ta uzun, o'rgimchakka o'xshash oyoq va bitta ko'z o'sib chiqdi. Ekranda esa tinimsiz bo'sh, hech qanday belgisi yo'q xonaning o'rtasida havoda muallaq turgan harakatsiz bir odamning
kattaroq tasviri namoyish etilib turardi. Televizorda odatiy dasturlar o'rniga paydo bo'lgan bu manzara kampirni qattiq qo'rqitdi. Ayniqsa televizor u tomon yurishni boshlaganida. Shu paytda Suriyada joylashtirilgan tank ekipaji tank korpusida kichkina metal bo'rtma paydo bo'lganini sezdi. Albatta, faol jang maydonida tanklar doimo turli shikastlar olishni hisobga olsak, hech kim bunday kichik nuqsonga e'tibor bermasdi. Shu holat 1,5 oy davom etdi. So'ngra hech kim kutmagan dahshat yuz berdi. Sayt 19 da to'pponcha singari tank ham oyoqlar chiqarib oldi va har tomonga o'q uza boshladi. Natijada atrofdagi infratuzilma vayron bo'ldi va o'nlab odamlar halok bo'ldi. U go'yo hech kimni ajratmas, hatto nishonga ham olmasdi. Tank askarlar va tinch aholi tomon birdek o'q uzardi. Uni nihoyat to'xtatish uchun tankga qarshi qurollangan bir necha guruh askarlar safarbar qilindi. O'sha kuni yuz bergan voqeaga hech qachon rasmiy izoh berilmadi. Ko'pchilik tank haydovchisi urush bosimiga dosh bera olmay nazoratni yo'qotgan deb o'ylandi, ammo haqiqiy haqiqat ular uchun abadiy noma'lumligicha qoldi. Salom hammaga, 20 soniya vaqtingizni ajrating iltimos. Rostini aytsam, men bu kanaldan pul qilmayman, hammaga pul kerak bo'lgani kabi. Men ham bundan xoli emasman, tushunasizlar deb umid qilaman. O'zi bo'lajak studentman, shu sababli kanalni monetizatsiyaga ulash uchun sizlardan kerak narsa faqat like va obuna xolos. Sog' bo'linglar. Xo'sh, unda haqiqat nima edi? Nega bino qurilmalardan tortib dahshatli harbiy texnikaga bo'lgan barcha mexanizmlar dunyo bo'ylab tartibsizlik keltirib chiqarmoqda? Keling, buni tushuntirib beraman. Ular SCP-658 ga oid hodisalar hisobotlari arxividagi ko'plab qaydlardan faqat ayrimlari xolos. SCP-658 parazit mexanik mavjudot bo'lib, u yana botflies nomi bilan ham tanilgan. SCP-658 namunalarning barchasi juda tez ko'payadigan g'ayritabiiy jonzotlarning o'ziga xos turi hisoblanadi. Ularning asosiy belgisi tanasining pastki qismida joylashgan 4 ta uzun va ingichka oyoq hamda tanasining yuqori qismida bitta katta mexanik ko'zdir. Ular inson tomonidan yaratilgan har qanday mexanik buyum bilan aloqa qilish orqali ko'payadi. Biroq parazitlar zararlanish aynan qanday sodir bo'lishi hozircha aniq emas. Shunchaki tegib o'tishning o'zi ham buyumni o'sib kelayotgan SCP-658 embrioni uchun inkubatorga aylantirishga yetadi. Embrionning rivojlanish muddati esa zararlangan buyumning hajmi va murakkabligiga bog'liq. Embrion buyum yuzasida metall yoki plastik bo'rtma ko'rinishda paydo bo'ladi. Tajribasiz odamga u oddiy ishlab chiqarishdagi kichik nuqsondek ko'rinadi. Bu esa embrion rivojlanayotgan paytda uni himoya qiladi. Atrofdagi texnologiyani o'zining biomexanik tuzilmasiga singdirib boradi. Aytgancha, botfly nomi oddiy ammo juda yoqimsiz parazit hasharot nomidan olingan. Uning lotincha nomi Oystridae bo'lib, u tuxumlarni qurbonning tirik tanasiga joylashtiradi. Tuxumlar o'sha yerda rivojlanadi, o'sadi va oxirida terini yorib tashqariga chiqadi. Oddiy botfly hasharotlari bilan SCP-658 ning ko'payish usullari o'rtasida o'xshashlikka yaqqol ko'rinib turibdi. Bu mavjudotlarning o'lchami nihoyatda turlicha bo'ladi. Atigi 5 mm dan tortib yuzlab metr kattalikkacha. SCP-658 namunalarining hajmi xuddi avval aytilgan rivojlanish muddati kabi butunlay u zararlangan buyumga bog'liq. Fond tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, inson tomonidan yaratilgan har qanday murakkab mexanik qurilma ushbu parazitlar zararlanishga moyildir. Guvohlarning hisobotlarida qayd etilganidek, har bir SCP-658 namunasi tashqi ko'rinish jihatdan uni rivojlantirgan texnologiyani aks ettiradi. Mezbon texnologiyaning ta'siri SCP-658 ning xulq-atvorida ham namoyon bo'ladi. Masalan, telefon yoki qo'l soati kabi xavfsiz buyumlardan paydo bo'lgan mavjudotlar ham xotirjam bo'ladi. Qurol yoki jangovar texnikadan paydo bo'lganlar esa ancha tajovuzkor tabiatga ega bo'ladi. Faqat AQSh armiyasining o'zida minglab harbiy texnikalar va bundan ham ko'proq o'qotar qurollar mavjudligini hisobga olsak, agar SCP-658 epidemiyasi harbiy bazalardan birida nazoratdan chiqsa, qanday oqibatlarga olib kelishi jiddiy tashvish uyg'otadi. Zamonaviy dunyoda texnologiyalarning nihoyatda keng tarqalganligi va ularga kuchli qaramligimiz sababli SCP-658 ning yirik miqyosdagi nazoratdan chiqishi uning soni halokatli darajada geometrik o'sishga olib kelishi mumkin. Shu sababli SCP fondi SCP-658 faoliyatining har qanday alomatini, ayniqsa texnologik jihatdan rivojlangan shaharlar va aholi zich yashaydigan hududlarda juda diqqat bilan kuzatib bormoqda. Tadqiqotlar shuni isbotladiki, bu mavjudotlar ko'payish qobiliyatini yanada kuchaytiradigan moslashuvlarni ham rivojlantira oladi. Masalan, sinovlardan birida SCP-658 namunalaridan biri boshqa bir SCP-658 ni urug'lantira olishi isbotlandi. Natijada u 8 oyoqli va 2 ko'zli mavjudotga aylandi. Endi u tegadigan har bir buyumga odatdagidan bitta emas, balki 2 ta embrion joylashtira olardi. Katta ilmiy xodimlar bu o'zaro ko'payish tajribalari qanchalik
qanchalik uzoqqa borishini tekshirishni xavfli deb hisoblashgan bo'lsa-da, nazariy jihatdan bu jarayon ham geometrik o'sishga olib kelishi mumkin. Yuqori darajada mutatsiyaga uchragan bitta ESP628 namunasi yirik texnologik qurilmalarga bir vaqtning o'zida yuzlab, hattoki minglab embrionlarni joylashtirish qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, ko'pincha juda kichik va zararsizdek ko'rinadigan bu mavjudotlar juda qisqa vaqt ichida barchamiz uchun ulkan muammoga aylanishi mumkin. Tasavvur qiling, barcha transport vositalar, avtomobillar, yuk mashinalari, harbiy kemalar, harbiy yuk mashinalari va samolyotlar, vertolyotlar, tanklar mutatsiyaga uchragan ESP628 namunalariga aylandi. Endi bunga barcha telefonlar, noutbuklar, kompyuterlar, planshetlar, televizorlar, printerlar, barcha oshxona jihozlari va barcha o'qotar qurollar ham ESP628 embrionlari bilan zararlanib, ularning ulkan to'dasiga qo'shilishini qo'shing. Barchamiz, jumladan SP Fond ham kundalik hayotimiz va ishimizda ushbu texnologiyalarga qanchalik bog'liq ekanimizni hisobga olsak, ESP628 ning nazoratsiz ko'payishi dunyoni biz bilgan holatdan butunlay o'zgartirib yuborishi aniq. Bu SP Fond faoliyatining naqadar muhim ekanini yana bir bor eslatadi. Chunki hatto eng zararsizdek ko'rinagan SP obyektlari ham eng yomon holatda dahshatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ushbu g'ayritabiiy mavjudotlarning mexanik tabiatini hisobga olib, fond dala xodimlari ularning Broken God cherkovi va ushbu tashkilotning noqonuniy faoliyatlari bilan bog'liqligini sinchkovlik bilan tekshirmoqda. O'lchamning istalgan yo'nalish bo'yicha 50 sm dan oshmaydigan, ya'ni kichik ESP628 kichik po'lat qutida saqlanishi kerak. Maxsus saqlash tartib-qoidalariga ko'ra, quti faqat oddiy past texnologiyali usullar bilan yopiq holda saqlanishi lozim. Haqiqatan ham eng sodda usullar nazarda tutiladi. Ip yoki skotch qutini yopiq ushlab turishning afzal ko'riladigan vositalar hisoblanadi. Ayrim tadqiqotchilar esa qopqoq ustiga og'ir kitoblar qo'yishni ma'qul ko'rishadi. Bundan murakkabroq qulflash mexanizmlariga ega har qanday moslama ESP628 tomonidan zararlanishi mumkin. Bu esa saqlash choralarini butunlay samarasiz qilib qo'yadi. O'lchami 50 sm dan katta bo'lgan barcha ESP628 namunalari fond xodimlari tomonidan qo'lga olingach, imkon qadar tezroq yo'q qilinishi kerak. Shuningdek, bu ko'rgan zahoti yo'q qilish buyrug'i atalib o'tkazilayotgan tajribalardan tashqari ESP628 bilan zararlangan har qanday texnologiyaga ham tegishli. Saqlash vaqtida ularning ko'payib ketishining oldini olish uchun qo'lga olingan barcha ESP628 namunalari har qanday inson yaratgan texnologiyadan kamida 3 metr uzoqlikda saqlanishi shart. Agar biror buyum bu toifaga kirish-kirmasligiga ishonch bo'lmasa, tadqiqotchilar va qo'riqchilarga Euclid toifasiga mansub ushbu anomal obyekt bilan ishlashda ehtiyotkorlikni afzal ko'rish buyurilgan. Axir ESP628 yoki umuman har qanday ESP bilan ishlaganda keyin afsuslangandan ko'ra oldindan ehtiyot bo'lgan afzal emasmi? Endi esa Dr. Bob arxivlaridan yana bir faylni tomosha qiling. Masalan, o'ziga xos ko'payish usuliga ega bo'lgan ESP-99 go'shxo'r adyol haqidagi videoni. Shuningdek, ESP fondining maxfiy arxivlarini yanada chuqurroq o'rganayotganimizda birorta anomal hodisani o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni va bildirishnomalarni yoqishni unutmang.